Qishloqlar, o'shaning uchun sizlar bu qishloqni tark etishingiz kerak. Nima? Nima bo'pti? O, kapot. Nima bu narsa? Nima bu? Bu judayam gigantskiy kislota. Nima kislota? Qayerdan bu kislota o'zi paydo bo'pti? Buni biz geologlar bilan keyin gaplashib olamiz. O'shaning uchun sizlar bu hozir qishloqni tark etishingiz kerak. Yo'q, bizning qishloqimiz bu. Yo'q, kapot nima qilamiz endi? Bizning qishloqimizni tark etamiz bu qishloqni. Bu juda ham xavfli. Bu yerda hozir nafas olish ham juda ham xavfli bo'lishi mumkin. O'shaning uchun sizlar tezroq tark etishingiz kerak. O, kapot. O'zi mer qani, mer qani? Mer ketgan-ku uchrashuvga prezident bilan. O, yo'q, nima qilamiz endi? Bizning qishloq qayerda yotamiz endi, qayerda yashaymiz? Bilmadim-u, lekin bilmadim. Qani ko'rlichinmi ekan u? Ey, tezroq tushing bu yoqqa. O't juda ham xavfli. Sizlarga 10 daqiqa vaqt beraman. Narsalarni yig'ishtirib ketinglar. Men kostyumlarni kiyib olsanglar bo'ladi. Xo'p, mayli 10 daqiqa yetsa kerak. Bo'pti qishloqlar, davay tezroq narsalarni yig'ishtirib ketamiz endi. Ketgim kelmayapti kapot, lekin men olim bo'lib yetolmayman. Bu havo juda ham xavfli. To'g'ri, politsiyaga ham aytishyapti-yu. Davay tezroq narsalarni yig'ishtiringlar, keyin ketinglar 10 daqiqa. Sizlar yaqinda qaytasizlar bu qishloqqa. Biz tozalab bo'lganimizdan keyin, lekin hech kim bilmaydi qachon qaytishinglarni. Bo'lmasa men kostyum kiyib olaman. Hammaga salom do'stlar. Mening otim Kompot. Yangi joyimga xush kelibsizlar. Mana ko'ryapsizlarmi? Men kostyum kiyib oldim. Ana ko'ryapsizlar, kislota bo'lib yotibdi hamma yoq. Bilmayman nima bu yer tagidan chiqyapti, deyapti geolog bilan narsa. Gaplashib olar ekan, hozir hammasini tozalashadi. O'shanda biz qaytamiz. Hech kim bilmaydi qachon qaytishimizni, даже ular ham bilmaydi. Hamma kostyumda turibdi. Shuning uchun 10 daqiqa berilgan bizga. Uni tark etsanglar bo'ladi. Biz hamma narsalarni tozalab, senga o'zimiz telefon qilamiz. Keting kelmayapti kapot. Oy, qishloqlar. O, kapot, bu yerda nima yog'ib bo'lyapti menda? Da, pojar bo'layotgan ekan bu yerda. Qayerda